Xo'sh, bu yerdan qanday yopsam bo'lar? Qo'shnimmi? Tushunmadim, axir bu odam 2 kun avval ko'chib kelgandi. Qamoqdan chiqqan jinoyatchi bu. Qo'lga ko'tarib olib qayoqqa ketyapti ekan? Qiziq, men o'zim ko'rishim kerak nimalar bo'layotganini. Tushunmadim, nima uchun kechasi qayoqqadir chiqib ketyapti? Nima? Bular kim bo'ldi? Sheriklar shekilli. La'nati jinoyatchi. Qo'lda jin ursin. Do'stlar meni ko'rib qolishdi. Ko'rib qolishdi meni. Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Endi meni o'ldirishadimi? Yo'q, o'ldirishmas kerak. Uyimda o'tirsam bo'ldi. Kim ham o'ylab deysizlar, meni yangi qo'shnim qamalib chiqqan jinoyatchi bo'ladi deb. Ertalab bo'libdi-ku. Hammaga salom do'stlar. Mening ismim Legoshi va kanalimga xush kelibsizlar. Kecha tush ko'ribman. Tushimga ko'ra meni qo'shnim mana bu yerga o'rmonga ketib qolganmish va qo'lda nimadir ko'tarib, qo'shni, nima? Kechalari ko'p chiqaverma uydan, xo'pmi? Nima? Do'stlar, kechalari ko'p chiqaverma dedi. Demak, u meni ko'rgan va men tush ko'rmaganman. Xullas do'stlar, kecha men uyimni tepasini yopmoqchi edim. Ana u yerdan sovuq tushmasin deb narvon ko'tariladigan joydan. Keyin esa men shunday chiqib qarasam, qo'liga yuk ko'tarib olgan. O'sha yukni o'rmonga olib ketdi qanaqadir odamlarning yoniga. Bilmadim. Salom Legoshi, qalaysan? Yaxshi, rahmat, o'zingchi? Men ham yaxshiman. Omad ishingga. Rahmat. Xo'sh, yangi do'st topsanmi? Ha. Nima bo'ldi? O'zing ko'rmay ketding. Men yangi biznes topdim. Biznes? Qanaqa biznes? Xullas, butilka terish. Hozirgina pulimni yashirib qo'ydim. Qayoqqa yashirib qo'yding? Aytmayman qayoqqa yashirganimni. Nima? Aytmayman. Aytmaysan. Qarab turibsan-ku o'rmon tarafga. Yo'q, men o'rmon tarafga emas. Demak, narsalaring turgan joyda. Yo'q, men mana senga qarayapman, bo'ldi. Yo'q, men o'rmon tarafga tushunursan. Mayli, menga puling kerak emas, bilasan-ku. Lekin baribir ham o'rmon tarafga qarayapman. Ko'rdim. Mayli, menga puling qiziq emas. Xullas, meni qo'shnim bor-ku. Butilka teryapman. Butilka, mayli, butilka bo'lsa butilkada. Jin ursin, ketib qol. Men qo'shni haqida aytmoqchi edim. Juda ham sabrsiz odamda shu bomsh. Yana miyamni achitib ketdi qanaqadir butilkalar, pullar, biznes. Mayli, o'rmonga yashirgan pulini o'sha tarafga qarab o'tiribdi, aytmayman deb. Mayli, davay kelinglar, kartoshkalarni ekamizda hozir merga olib borib beramiz. Sizlar esa do'stlar albatta kanalga obuna bo'linglar-da, videoga like tugmachasini bosib qo'yinglar. Chunki hamma biladiki, bu eng muhim narsalardan biri. Hattoki bomj yashirgan puldan ham ko'ra muhimroq. Eshityapman. Bo'pti. Tushunursin, qayerdan eshitib qoldik ana? Shu mo'y quloq solib o'tiribdimi? Mayli, qani merning yoniga boraylikchi. Kartoshka uncha ko'p chiqmadi, gapirib bersa kerak. Yo'lni ham nimagadir yopib qo'yishibdi. Qishloqda g'alati narsalar bo'lyapti kechadan beri. Xo'sh, janob mer, salom. Mana olib keldim kartoshkani. Yaxshi, oylik bu oy bo'lmaydi. Nimaga? Kechikyapti pul. Tushunarli. Siz bilan gaplashishning foydasi yo'q. Nima pul bermadimi? Yo'q, unda men bilan butilka ter. Yo'q, butilka terish niyatim yo'q. Mayli. Aytgancha seni qo'shning ketdi. Qayoqqa ketdi? Bilmadim, o'rmonga. Yo'q, o'sha haqida gapirmoqchimiding? Qo'shni deb yotganing. Qo'shni haqida gapirmoqchi edim. Xo'sh, nima bo'lyapti? Aytchi. Nimaga yuribsan? Shunchaki bomj o'ynayapti, Legoshi tomosha qilyapti deyishsin deb. Nimaga? Chunki u qamalib chiqqan jinoyatchi va biz u haqida gaplashayotganimizni odamlar ko'rmasligi kerak. Men bu yerda o'ynab yursam, kakras shubha qilishmaydi. Xo'sh, nima bo'ldi? Gap shundayki, kecha men ana narvon bor-ku tepaga olib chiqadi uning tepasiga. Xo'sh, keyin o'sha joydan chiqib qarasam, qo'shnim qo'liga katta korobka ko'tarib qayoqqadir ketayotgan ekan. Qanaqa korobka? Oddiy quti bor-ku. Qanaqa quti? Mod qo'shadigan quti bor-ku, ichiga narsa solinadi. Bo'ldi. Xo'sh, ana o'shani olib bordida qishloqning orqasiga. Xullas, u yerda 3 kishimi, 4 kishi turganda, birga meni sal qoldi ko'rib qolishlariga. Meni ko'rib ham qolishdi. Chunki kelib uyingdan chiqma deb g'alati gapirib ketdi. Qachon? Ertalab tushunursin. Endi nima qilmoqchisan? Bilmasam, uyga kamera qo'ysang-chi, Kakras mana shu yerdan sotib olasan. Kamera? Lekin noqonuniy-ku. Nima farqi bor? Sen jinoyatchini tutmoqchisan. Davay sotib ol, men esa kuzataman. Kuzatasan? Mayli. Tak. Salom, jitel. Salom. Senda kamera yo'qmi? Bor. Menga bergin. Nechta kerak?
Qancha bor o'zi? 4 ta turibdi-da, hech kim olmayapti. Yo'q, ha, bepulga berib yuboraman. Bepulga, ha, baribir ham anchadan beri yozibdi. Bizning qishloqqa kamera kerak emas shekilli. Katta rahmat, lekin arzimaydi. Buni qanday ishlataman o'zi? Ha, bunimi? Kamerani qo'yasan biror yerga, ha, qayerga qo'yishim kerak? Istalgan joyingga qo'yasan-da, aha. Keyin ustiga monitor bilan bosasan. Qaysi monitor? Mana shu qo'lingda o'chib ham turgan bor edi-ku, aha. Ana shuni bosasan, keyin esa tugmachani bosasan. Qaysi tugmachani? Mishkani chap tugmasini, xo'sh. Keyin esa 1 2 3 4 deb chiqadi. Qaysi kamerani o'ragan bo'lsang, o'shani soniga bosasan. Soniga? Ha, 1 2 3larga. Ha, bo'ldi, tushundim. Demak, nechta kamera ulasam, o'shancha son chiqadi. Ha, aha, bo'ldi, tushundim, rahmat. Davay, charcham legoshi. Aha, senga ham omad, jishil, savdoying yaxshi bo'lsin. Aha. Bo'ldi, do'stlar, endi ketdik. Buni boramizda o'rnatamiz, lekin qayerga o'rnatsam ekan, ha? Uyini ichiga qo'ysam, u yerda yechinib qo'ysa nima bo'ladi? YouTube'da qanday ko'rsatsam, mana, ey, qo'shni ketdi. Davay, tezroq qo'y kamerani, men qarab turaman. Yo'q, ha, qorovullik qilaman-da, sen tezroq bo'l, legoshi, shoshil. Biz bu ishni qilishimiz kerak, jinoyatchini tutamiz. Aha, davay, bo'la qol, o'sha tarafga ketgandi. Men qarab turaman, boshqa tarafdan ham kelib qolsa aytaman. Aha, davay. Xo'sh, rostdan ham qarab turibdi, mayli. Xo'sh, bomj meni himoyalab tursin. Tak, qayerga o'rnatsam ekan? Mana bu yerga qo'ysam-chi? Ha, boshqani bosdik va bu yoqqa, ha, juda ham oson ekan-ku. Men vahima qilib yotibman, qiyin bo'lsa kerak, simlar o'rlash kerak deb. Ha, hamma narsa hozir rivojlanib ketgan, simsiz ishlaydi. Bu nima bo'ldi? Yashirib qo'yganman alkogolni, qoyil. Davay, yashirin. Nima uchun? Jinursin, kelyapti, aytish kerak. Do'stlar, xullas, mana keldi. Tak. Ha, yaxshi. Endi dam olsam bo'ladi, kechasi bilan qutini ko'tarib charchadim. Kim keldi? Kim kerak? Siz Kuznetsmisiz? Nima? Kuznetsmisiz deyman. Kuznets deganing nima? Xullas temirchi-da, o'zbekchasiga. Yo'q, temirchi emasman. Sizni so'rab kelishdi-ku. Kim so'rab keldi? Bu 17-uy. Ha, 17-uydagi Kuznets kerak menga. Men Kuznets emasman. Ha, o'zingiz chiqib qarang, qayerda u? Merni uyini oldida. Aha. Eshik yopildi. Chiqib ketish shekilli. Buni qaranglar, qancha ko'p bu yerda aroq. Shu vaqt kim so'rab kelibdi ekan endi meni? Xo'sh, bo'ldi, yopamiz va ketdik. Tak, uyga. Yaxshi ham aytib qolding. Yashirinishga zo'rg'a ulgurdim. Qayoqqa yashirinding? Tepada aroq saqlaydigan joy bor ekan. Ha, yaxshi. Mana kamera ishlayapti. Endi nima qilsam ko'ramiz. Qo'yil. Notebookchi. Ha, notebook ham ko'rinyapti ekrani. Mana bunday qandaydir qilib zoom qilsak, bo'ldi, hammasi zo'r. Aytgancha senga bir ish bor edi. Qanaqa ish? Xullas, soqqasi bor ish bor. Qanaqa? Bir jitel kelgan bizni qishloqqa. Yo'q, ha, temirchixonani bilasanmi? Aha. Ana shuni orqasida bir uy bor. Uy. O'sha yerda seni sariq kiyimli jitel kutadi. Sariq kiyimli? Ha, sen borgan yoniga o'zi aytadi nima qilishni. Bir jinoiy ish emasmi? Yo'q, men do'stim, senga jinoiy ish aytmasam kerak. Instrumentlarni olib olaymi? Yo'q, shart emas. Ha, mayli, o'zi aytadi nima qilishni. Bo'pti. Qiziq do'stlar, nima ish bo'lishi mumkin ekan? Bombish menga qanaqa ish topishi mumkin? Ha, mayli, lekin soqqali deyaptimi, menga yoqmayapti. Mana bu katta temirchixona va bu yerda Rostdan orqasidagi uyning yonida sariq kiyimli jinursin. Suvga tushib ketdim-ku. Jitel. Salom, men Ligorshman. Ha, menga bomj aytgandi. Xo'sh, nima ish qilishim kerak? Xullas, menga yordamingiz kerak. Tomimni almashtirib bering uyimda. Bu meni uyim. Men bu uyni ancha avval sotib olgandim. Bu uyni tomi esa buzilib qoldi-da. Ha, yomon bo'pti. Nima qilamiz endi? Kamerani o'ynatmang iltimos. Ha, bo'pti. Mana bu shunday qilsam bo'ladimi? Ha, shunday qila qoling. Eskicha odatlarga ko'ra. Aha, mana instrumentlar. Yaxshi, men hozir boraman-da daraxt chopib kelaman. Aha, almashtirib hammasini tuzatib tashlaymiz. Bo'pti. Do'stlar, yaxshi, lekin rostini aytsam, men juda ham hayron qoldim bu jitelga. Anaroq bu sariq kiyimli emas, o'zi yaxshi yigitga o'xshayapti. Meni qo'shnim bor-ku, xullas, o'sha qo'shnimning o'rnida bu yerda umuman boshqa o'yinchi, jinursin ko'mirni olish kerak. Xullas, nima haqida gapirayotgan edim? Bizda mana shu Kuznetsa uyimning yonidagi mana bu kompotni uyga o'xshaydigan uyning ichida aslida meni do'stim yashardi. U bilan urushib qolgandik. Lekin men qishloqning o'sha tarafiga ko'chib borganim uchun u xafa bo'ldi-da, ko'chib ketdi bu uydan. Endi esa u uyni boshqa qanaqadir jitelga berishdi. U jitel esa qamalib chiqqan jinoyatchi ekan. Shuning uchun bu uyni bepulga oldi. Endi ya'ni nima desam ekan, yaxshi o'zini tutgani uchun chiqarishibdimi? Xullas, u
juda ham g'alati ish bo'lgan. Hech kim bilmaydi nima qilgani, nimaga qamalgani, shunga hamma undan qo'rqadi, chetlab o'tadi va bu o'zingiz ko'rdingiz bekorga emas ekan. Yarim kechasi yaxshi jigil qo'liga katta qutini ko'tarib olib, o'rmonning ichiga 2-3 ta odam bilan kirib ketmaydi-ku, to'g'rimi yoki kirib ketadimi, bilmadim. Orangizda shunaqa jigitlar bo'lsa, kommentariyada plyus yozib qoldiringlar. Men esa sizlarni ana o'sha akkauntinglarni ichki ishlarga topshirib yuboraman, ko'rishsin, qarashsin nimalar bo'lyapti ekan. Hozir esa do'stlar, kelinglar shunchaki boramizda, mana bu yerda o'zimizga jitel bergan ishlarni qilamiz va pulimizni ishlab olamiz. Bugun xursandman. Nimaga xursandsiz? Endi do'stim siz bilan tanishtirib qo'ydi. Yaxshi ish bor dedi. Ha, men pulni yaxshi to'layman. Hammasini zo'r qilib bersangiz bo'lgani. Da, hech qisi yo'q, hech qisi yo'q. Siz umuman xavotir olmang, hammasini men yaxshi qilib beraman. Xo'sh, zinalarni yasab oldim, faqatgina hammasiga yetmadi. Nima yetmadi? Yana bitta ortiqchasi bilan olsam bo'lar ekan daraxtni, shunda yetardi. Nima yetardi? 4 ta ortib qoldi daraxt. Mayli, doskalar. Bo'ldi, qani hozir men tepaga chiqishga harakat qilaychi. Mana bu yerdan o't olarmikin? Mana qo'shnining tepasidan sakrab, mana bu yoqqa qo'yamiz va chiqa oldim. Ehtiyot bo'linglar, yiqilib tushmang. Qarab turaman. Tok. Mana bularni ham olamiz hozir. Do'stlar, buni qaranglar, yaxshigina ochilyapti. Mana bu yerlarni ham kelinglar, hammasini ochib olamiz va zo'r bo'ladi degan umiddaman. Chiroyli qilib olsak, endi esa mana uyi nimaga teshik bo'lib qoldi tomi qo'shnimni. Jinurson buni qanday to'g'rilayman? Jinurson, yiqilib ham tushdim. Do'stlar, bu nimaga bunday bo'lib qoldi? Men hayronman. Buni nima qilsa bo'ladi endi? Balki shunchaki buzibdi. Mana buzib tashlasa bo'lar ekan. Yana daraxtga borishimga to'g'ri keladimi deb o'ylagandim. Mayli, hozir esa kelinglar aylanib o'tamiz. Yiqilib tushdingizmi? Ehtiyot bo'lingda. Harakat qilaman. Xo'sh, qani bu yoqqa qo'yamiz va ketdik do'stlar, dal shu tepaga chiqib ketaveramiz. Endi esa buni olib tashlashimiz kerak. Endi bularni olamiz. Mana bularni ham ancha-muncha dabdalab bo'libdi. Tomga nima qilgan o'zi? Bilmasam, balki teshik bo'lgan bo'lsa, ichiga suv yig'ilib qolganda, ana shu suv tagidan nam bo'lib yemirib tashlagan. Bo'lishi mumkin. Men kelganimda shunday bo'lib yotgan ekanda o'zi. G'alati. Shuda merga aytmadingizmi? To'g'rilatib bering deb. Aytdim, lekin qishloqliklarni qo'lidan emas bu. Sen o'zing kelib uyga qarab turishing kerak edi dedi. Tushunarli. Mayli, hech qisi yo'q, hozir tuzatib tashlaymiz. Mana bu yoqqa ham qo'yishimiz kerak va endi bu tarafga ham. Bo'ldimi? Deyarli bo'ldi. Xo'sh, bu yerda yetmay qoladi shekilli. Nima yetmaydi? Bu yerda ikkitaga yetmay qolyapti. Nima qilamiz endi? Hech qisi yo'q, hozir o'sha bitta daraxtni olib kelamiz va tayyor bo'ladi. Mana shu yerda fermadan olsangiz bo'lmaydimi? Yo'q, mer o'ldirib tashlaydi-ku agarda fermadan yog'och oladigan bo'lsak. Nima uchun? Ferma bu yerda juda ham katta ahamiyatga ega. Xullas, men sizga hozir qishloq qoidalarini aytib beraman. Ungacha esa do'stlar, sizlar bilan xayrlashaman va keyingi videolarda ko'rishguncha videoga like bosishni unutmanglar. Kim bilan gaplashyapsiz? Men xullas obunachilarim bilan. Qanaqa obunachilar? Bu qishloqda xullas hamma video oladi. Video?